Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, baliq ov ishqibozlari, baliq ovchilari, akalar, ukalar, do'stlar. Bugun manzilimiz Toshkent viloyati Chinoz tumani. Toshkent viloyati Chinoz tumani bilan Toshkent viloyati Kuychiq tumani bog'lovchi ko'prik, Yapon zavod. Xo'sh, bugun jerk balig'ini ovlagan kelganmiz. Mana shunaqa qo'l bola bilishnaga. Mana hozir tutgan natijalarimiz 15 daqiqa bo'ldi kelganimga. Oydot. Birinchi jerkimizning hajmi 1,5 qarach taxminan. Yana bittasi 1 qarach, yana bittasi 1 qarach, bittasi 1 qarachdan kichikroq. 15 daqiqaning ichida bo'lgan natijamiz. Joyda yashirmaymiz, tutayotgan narsamizni yashirmaymiz. Bizda hech narsa sir emas. Sababini qilsak, Alloh berar, rizq Allohda. Baliqchilar bor, sazan shoshmagan. Men bugun yer qovlagani keldim. Daryo bo'm-bo'sh, salkam.